Futbol tugatmasang futbol seni tugatadi deydi. Nima qilaman men yoshim 38-39 kirganda Baratari chetida razminka qilib Wikipediyada bir ma'lumotga ko'zim tushib qolgandi. Fuqarolik degan joyda Rossiya va O'zbekistonda bayrog'i turibdi. Bundan xabaringiz bormi? Yo'q. Menda bitta bayroq turishi kerak. Faqat O'zbekiston. O'z ustiga Cannavaro ham ochiqchasiga aytdi. Superligadagi temp va o'yin darajasi past dedi. Endi Cannavaro Yevropa bilan solishtirganda. Shunday ekan 10 yil oldingi hakamlik masalasi bilan hozirgi hakamlik masalasi o'rtasida qanday farq bor? Juda katta farq. Hakamlikda hamma odam xato qiladi-da. Bu ham ikkita anaqasi bor, yo'li bor. Kimdir spesial xato qiladi, kimdir bilmasdan xato qiladi. Sanjar aka, siz Katanisda o'yin uslubi sizga yoqmasligini yashirib o'tirmagansiz. Agar siz O'zbekiston jahon chempionati chiqmaganda o'z Katanisga aytardingiz-da, yoqmadi. Qanday natija kutyapsiz mundialdan? Men sensatsiya qilishimizni xohlayman. Assalomu alaykum. Bugun sport, bugun futbol muxlislari. Bugun futbolda intervyular davom etadi. Bugungi yulduzli mehmonimiz Sanjar aka Tursunov. Assalomu alaykum Sanjar aka, xush kelibsiz. Sanjar aka 20 yildan ortiq vaqt davomida professional futbol faoliyatini olib bordingiz. Faoliyatingiz tugatganingizga esa 1 yildan oshdi. Qanday o'tdi mana shu 1 yil professional futbolsiz? Futbol tugatishdan oldin shu futbol o'ynayotgan paytimda periodga o'zimni tayyorlaganman. Psixologik ham, fizik ham, chunki ko'p futbolistlar futbolni tugatgandan keyin stressga kirib qoladi, o'zini topa olmaydi. Endi futbolda ikkita yo'nalish emas u, ya'ni ikkita anaqasi bor, tugatish varianti borda. Bu birinchisi biz futbolistlar orasida anaqa qilamiz, hazillashamiz. Futbol tugatmasang futbol seni tugatadi deydi. O'shaning uchun birinchi variant bu futbolni vaqtida tugatish. Bu men tushunchamdan kelib chiqib, komandaga kerak emas bo'lib qolib, или вообще komandalarga kerak emas bo'lib qolib, unga borib, bunga borib, sborlarga borib, или mana shunaqa tugatish bor. Ikkinchisi bu seni komandaga qosin deb, или boshqa komandaga chaqirayotgan paytda tugatish, bu boshqa anaqa. O'shaning uchun menda endi hozirgacha gapirishadi, nimaga vaqtli tugatding futbolni. Men aytaman, уже 38-39 qarab ketib tugatdim. Birinchidan уже yetadi, onamga va'da berganman. Ikkinchisi, nima qilaman men yoshim 38-39 kirganda Baratari chetida razminka qilib qachon tusharkinman deb yugurgandan ko'ra, lutchi vaqtida tugatganim yaxshi deb tugatib, men uchun hech qanaqa depressiya, o'zgarish bo'lmadi. Futbol bilan futbol tugatgandan keyin qanday bo'lsa, Xudoga shukr, shundoq. Lekin baribir 20 yildan ortiq futbol o'ynagan professional futbolchini chimdan va to'pdan butkul uzoqlashishini tasavvur qilish qiyin. Shuning uchun qaysidir professional klubga kelajakda bosh murabbiy bo'lish variantlari ham, niyatlari ham bormi? To'g'ri aytdingiz. Butun endi ko'p umrim futbolda o'tdi. Har kuni trenirovka, har o'yinga tayyorlanish. Sog'inaman. Busiz qiyin. Futbolsiz men tasavvur qila olmayman o'zimni. Lekin futbol o'ynagan paytlarimda futbol endi baribir ham qaysidir paytda уже futbol joningizga tegadi-yu, hamma любой ishda ham. O'shanaqa paytlarda xayol kelib qoladi, bu futbol tugatgandan keyin futboldan umuman tashqariga chiqib ketaman deb. Bo'lgan unaqa, lekin unaqa qiyin ekan. O'yinlarga tushamiz, futbol o'ynab turamiz, o'yinlarni ko'rib turamiz. Oldin trenirovkadan keyin o'yindan kelib Liga chempionlarni или вообще futboldan ko'ra olmas edim. Chunki уже ishdan kelib yana ishga deganda o'shaning uchun hozir futbolda ko'rishni boshladim, o'sha boshqacha ko'rishni boshladim. O'shanga nima demoqchiman? Futbolni trener bo'lasizmi deganingizga hozirgi paytda trener bo'lmoqchi emasman. Keyinchalik shu futbol o'ynab yurgan paytimda ham aytardim. Endi hozir aytadi-ku, "Не говори никогда" deydi-yu. O'shaning uchun hozirgi paytda, o'sha paytda ham aytganman, trener bo'lmayman deb.
chunki bu trener men bilaman juda qiyin, juda qiyin professiya, chunki agar trener bo'lsangiz juda futbolga kirib ketishingiz kerakda. Agar yaxshi trener bo'laman desangiz, ko'rasiz bir xillarda mana sizlar ham ko'p qo'yasizlar anaqalarga novostlarni, uydagilar bilan ko'risha olmayman deydi. Guardiola ham ko'p anaqa. O'shaning uchun oiladan ko'proq chetda bo'lasizda. Tim bo'ldi men ko'rib, o'zimni ko'zim bilan ko'rganman, trenerlar qanaqa переживать qiladi, qanaqa siqiladi. O'shaning uchun men buni harakat qilaman trener bo'lmasligiga, lekin menga yoqadi trener bo'lish. O'zimni endi baribir ham hozirgi anaqam vyborim trener bo'lmaslik. Lekin futbol anaqasida yurish sferasida. Xalqaro doirada shunaqa holatlar ham bo'ladi, katta murabbiylar bilan bog'liq. Ya'ni bir davlatdan ikkinchi davlatdagi boshqa klubga ko'chib o'tganda, hatto o'sha yerdagi iqlim yoqmaganligi sababli oilasi bilan ham ajrashganlar yoki munosabatlari yomon bo'lganlar bor. Demak, murabbiylik juda qiyin, ham hayotiy, ham faoliyat nuqtai nazaridan. Sanjar aka, o'zingizning faoliyatingizga qaraydigan bo'lsak, juda ko'p klublarda to'p surgansiz, o'nlab va O'zbekistonning barcha top klublarida, Rossiyada 4 ta 5 ta klubda o'tmishda, Ukrainadagi yorqin 2 mavsum, Qatardagi klublar. Lekin 20 yillik faoliyat uchun normal bo'lishi mumkin, o'nlab klub, lekin baribir bitta futbolchi uchun ko'plik qiladigandek ko'rinadi-da. Bu nima bilan bog'liq? Klublarni tez almashtirish, chunki aksariyat klublaringizda bir yoki nari borsa 2 mavsum o'ynagansiz. Bu sizning darajangizga mos ravishda maosh bera olmaganliklardan bo'lardi yoki o'zingizdagi boshqa muammolar bilanmi? Endi faktorlar ko'p, sabablar ko'p. Hozir qaysidir sababni aytsam, narigi komandadagi sababga to'g'ri kelmay qolishi mumkin. O'shaning uchun Rossiyada Omskga 4 yil o'ynadim. To'g'ri 3 yil официальный, 1 yil endi borib adaptatsiya o'tganda. Nijniy Novgorodda 3 yil o'ynadim. Ukrainada ham 3 yil почти o'ynadim. Endi Omskdan ketganim bu meni Volgaga sotib olishgani. Volgada 3 yil o'ynaganim, undan keyin men Alaynaga o'tganim. Alaynada azgincha menga Volgada boshqacha informatsiya berishgan, что trener senga доверять qilmaydi, sen ketishing kerak deb azgincha aldashgan. O'shaning uchun Alaynaga o'tganman, lekin Volgadan ketmas edim. Alaynadan ketishim Gazayev bilan kelisha olmay, meni sostavga qo'ymagani uchun men ketdim, chunki игровой praktika. Orenburgda yarim yil o'ynadim. Bu yarim yil o'ynayman deb borganman-da. Ukrainada ko'p o'ynagandim. Ukrainada o'ynagandan keyin Qatarda yaxshi предложение bo'ldi. Qatarda o'ynadim. Koreyaga kelsak, Koreyada o'ynaganimda ya'ni 1,5 yil kontraktim bor edi. To'g'risini aytsam, u yerda biza bilan kelgan trener, prezident, rukovodstvo, generalniy direktorlar hammasi ketishgandan keyin ketdim. Kimdir meni haydab yubormadi chiqatdan. Ko'p joydan o'zim ketganman. Allohga shukr. O'shaning uchun o'zimning vyborim bo'lgan. Bir xil joyda shahar ko'rish, davlat ko'rish, bir xil mana Koreyada ham ayolim koreyskiy o'qiganda, o'shaning uchun ayolimga qiziqarli bo'lgani uchun shu praktika bo'lsin deb, o'zimga ham qiziqarli bo'lgani uchun biz u yoqqa ko'chib o'tganmiz oilaviy. O'shanga Xudoga shukr hech kim haydamagan. Bu o'zimning vyborim bo'lgan. O'tgan yil faoliyatingizni tugatganda, hozir Rossiya klublari haqida gapirdingiz. O'tgan yil faoliyatingizni tugatganingizda siz haqingizda internetda, ya'ni Google'da, adashmasam Wikipediyada bir ma'lumotga ko'zim tushib qolgandi. Fuqarolik degan joyda Rossiya va O'zbekistonning bayrog'i turibdi. Bundan xabaringiz bormi? Yo'q. Menda bitta bayroq turishi kerak. Faqat O'zbekiston. Endi Wikipediyani o'tgan yili ko'rganimda mana shunday edi. Turish kerak, balki endi bilmadim. Balki bu yil o'zgargandir. Faqat O'zbekiston. Baribir juda ko'p klublar, lekin eng yaxshi daromad qaysida bo'lgan? Albatta shaxsiy savol, javob bermasangiz ham bo'ladi. Ko'pchilik javob bermaydi bu savolga. Endi bu savol ko'plar endi muxlislarga qiziq. Muxlislarga qiziq bo'lgan shu savol. Qiziq. Biz faqat muxlislar uchun ham o'ynaymiz. Daromadga kelsak, Rossiyani olsak, Rossiyada shu Volgada yaxshi bo'lgan daromad.
Ukrainani olsak, endi bu yerda bitta komandada o'ynaganman. Sababi Qatarga ketishimning sababi Ukrainada o'sha payt finansiy qiyinchiliklar bo'lgan komandada. Lekin Ukraina bilan Qatarni olganimizda birinchi Qatardagi kontraktim sal ko'proq bo'lgan. Agar hammasi stabilni bo'lganda, balki Ukrainada ham qolishim mumkin edi, chunki u yerda urovень juda yaxshi edi. Kubok UEFAda ham o'ynadik ketishimdan oldin. Общий karyerani olsak, men shu Qatarda ozgincha anaqa qildim. Ko'proq maosh bo'ldi. U ham qaysidir periodda. O'shanga Xudoga shukr, hamma yoqda o'ziga yarasha. O'zi bitta futbolchi qolgan moliyaviy qiyinchiliklar yoki ro'zg'or tashvishlaridan e'tibor bermasdan faqat futbol, maydon va to'p haqida o'ylash uchun O'zbekiston sharoitida qancha maosh kerak bo'ladi deb o'ylaysiz? Albatta hammani oshqozoni har xil, lekin To'g'ri aytdingiz, hammani finansiy anaqasiga qarash har xil. Endi men o'ylashimcha, futbolistlar O'zbekistonda o'sha futbolistlar bitta maoshga qarab siz aytgandek bo'ldi, menga yetadi deyish kerak emas. Bu finansiy ham, professionalniy ham. Bu degani to'xtab qolish deganda. Menda shunaqa bor edi, işte men 10 so'm olsam, men shuni 15 so'm qilaman deb harakat qilardim. Harakat qilganingizdan keyin уже urovingdan ko'tarilish boshlaydi. O'zingizda ham motivatsiya bo'ladi. Shunaqa qilib, harakat qilib, o'zi mana shu Rossiyada ham, Ukrainada ham sekin-sekin o'sha chiqqanman o'sha anaqaga. Ukrainaga borganimda o'rtancha oylik bo'lardi. Keyin o'sha yaxshi o'ynaganimdan keyin eng katta oylikka chiqqanman. Men bilan kapitan olardi. Undan ham ko'p olishga harakat qilmoqchi, ana harakat qilganman, endi o'sha undan ketganman. O'shaning uchun men o'ylashimcha futbolist bitta oyligiga qarab qolish kerak emas, faqat futbolist ham emas. Butun sizlarning sohada ham bariga harakat qilsangiz, o'ziga har doim maksimal darajada aniq qo'yish kerak, zadacha qo'yish kerak. o'zi maosh masalasiga bekorga ko'p to'xtalmadim hozir, chunki Superligadagi ko'plab klublar moliyaviy qiyinchiliklardan hozir aziyat chekyapti. Nima deb o'ylaysiz? Davlat asta-sekin o'yindan chiqyapti futbolga moliyalashtirishdan. Bundan keyin klublar mana shu muammoni yechib o'tish uchun qanday harakatlarni amalga oshirish kerak? Chunki davlat yana 2 yil muddat berdi, bu yildan tashqari. Endi kelajakda 3-yildan boshlab har bir klub o'ziga yo moliyaviy tayanch topadi yoki ahvol chatoq. Qanday yo'llar tutilyapti yoki bilganlaringiz? Endi O'zbekistonda futbolda Yevropa bilan taqqoslash umuman futbol urovenda emas, umuman anaqada. Chunki Yevropada bilasiz, mana Bavariyada ham abonementni o'zini sotishsa уже necha millionlar bo'lib ketadi-da. Abonementini o'zini faqat chempionatga, u yerda kubok alohida, o'zingiz bilasiz, Liga Chempionlar alohida. O'zingiz ko'rdingiz qancha Bavariya PSJlar foyda qilganini. Agar bizda muxlislar ko'p kelish boshlasa, muxlislik kelgandan keyin уже mayli biletini olmaymiz. Biletini arzon qilib qo'ysak ham, lekin muxlislik kelgandan keyin sponsorlar ham kelish boshlaydi-da. Pustoy stadionga nima qilaman, men o'zim brendimni reklama qilish uchun kim ko'radi deydi. Уже полностью stadion полный bo'lsa, mana Andijonga o'xshab, Navbahor, Farg'onaga o'xshab ko'p odamlar keladigan bo'lsa, уже sponsorlar ham qiziqish boshlaydi. Ularga ham qanaqadir yo'llar ochiladi. Что ularning firmasini, ularning anaqasini ko'rish uchun. Endi 2 yil shu tayyorgarlik qilib, sponsorlar bilan переговорlar qilib, bu yo'lga shu harakat qilib yurimiz ham bo'ladi. Lekin temp va qizg'in bahslarsiz o'sha homiylarni ham topish mutlaqo imkonsiz. Yaqinda boz ustiga Cannavaro ham ochiqchasiga aytdi, Superligadagi temp va o'yin darajasi past dedi. Lekin ayrim mutaxassislarimiz bunga darhol javob berdi. Ayrim murabbiylar yoki boshqalar bizdagi temp iqlimimizga mos. Biz Yevropada emasmiz. Iqlimimiz nisbatan issiq bo'lgani uchun temp ham shunga yarasha dedi. Siz nima deb o'ylaysiz? Temp rostdan ham pastmi yoki iqlimga mosmi? Iqlimga kelsak, qaysidir
bizani anaqalar mutaxassisligi qo'shilaman, qaysidir gapiga qo'shilmayman, qaysidir anaqasiga. Nimaga desangiz, mart, aprel, may 3 oy havo yaxshi bo'ladi. Sentyabr, oktyabr, noyabr yaxshi havo bo'ladi. Bu degani 6 oy yaxshi havo bo'ladi. Tempi endi Cannavaro Yevropa bilan solishtirganda, o'shaning uchun endi Yevropani tempi bu to'g'ri, Yevropada yozda issiq bo'ladi. Yozda o'ynashmaydi shuning uchun. U yerda temp boshqacha bo'ladi. Baribirga ham suvda yugurish qiyinroqda. Suvda yugurish qiyinroq. O'shanga u tomonlama bizning mutaxassislarga qo'shilaman. Endi baribirga ham chetdan mutaxassis kelsa, undan mana shu aytayaptimi, temp kamroq deb qaysidir gapini olish kerak-da, shu narsalarni ko'paytirish kerak. Nafaqat temp bo'yicha, umuman-da. Endi men o'ylashimcha bu Cannavaro bu gapni Yevropa bilan taqqoslagan, solishtirgan. Hakamlik masalasi-chi, nima deb o'ylaysiz? Hakamlik masalasi oldin ham bo'lgan, hozir ham muammo bo'lyapti va ko'p ehtimol VAR bo'lishiga qaramasdan bundan keyin ham muammo bo'ladi. Lekin ko'pchilik aytadi, o'zgarishlar bor, VAR qo'shildi va bundan tashqari USFHM va boshqalar jiddiy qo'pol xatolikka yo'l qo'ygan hakamlarni quyi tushirib yuborish orqali darhol jazolayapti. Shunday ekan, 10 yil oldingi hakamlik masalasi bilan hozirgi hakamlik masalasini o'rtasida qanday farq bor? Juda katta farq. 10 yilda bilmadim, men 2018-yil oxirida, 2019 deylik, 6 yil, 5 yil даже kelganimda ham bu payt VAR yo'q edi O'zbekistonga. O'shan bilan razницasi juda katta. Mana hakamlikda hamma odam xato qiladi-da. Bu ham ikkita anaqasi bor, yo'li bor. Kimdir spesial xato qiladi, kimdir bilmasdan xato qiladi. Sizlar ham futbolni mana ko'rasizlar. Futbol o'ynamagan bo'lsanglar ham уже ko'p informatsiya, mendan ham ko'p informatsiya bilsanglar kerak. Buni tan olish kerak. Lekin futbol ichidagi informatsiyani sizlar bilmaysizlar. U narsani ham tan olishinglar kerak. O'shanga story aytdingiz, bir xil hakamlar VARda ham bo'lsa ham xato qilishyapti. Endi bizda mutaxassislar bor hakamlar bo'yicha. Ular o'zlarining qarorini chiqarishadi. Men aytardim, o'sha sudya o'ynagan paytimda ham xato qilinglar, faqat spesial emas, bilmasdan xato qilinglar. Biz ham xato qilamiz, hamma xato qiladi, lekin bir xil ko'rib turib xato qilsa, u alam qiladi-da odamga. O'sha ko'rib turib xato qilganlarni siz aytgandek quyi divizion, past divizionlarga kerak bo'lsa olib tashlash kerak. Faoliyatingiz davomida ko'plab guvoh bo'lgansiz mana shunday narsalarga, to'g'rimi? Oliy ligada ham, keyin Super Liga deb nomlangandan keyin ham. Bunaqa emas, faqat bu yerda emas, chetda ham, o'sha o'ynagan paytimda ham bo'lgan. Unaqa butun dunyoda bo'lgan narsa, shu spesialni xato qilishgan, bilmasdan xato qilishgan. Uni уже bilib olsangiz bo'ladi. O'yinni sudya qanaqa olib borishini. Уже boshidan buyoqdan уже ma'lum bo'ladi. Opitni sudyalar bilishadi o'zi. Sanjar aka, mundialga chiqish jarayonimiz haqida savolim bor edi. Kimni mehnatini ko'proq qadrlagan bo'lardingiz? Kapadze yoki Katanets? Ikkalaligini ham mehnati bor. Katanets fundament qilgan. Ko'targan, fundament qilib komandani. Kapadze uni oxiriga yetkazib qo'ydi. Shunaqa bo'lishi mumkin edi, balki Kapadze yetkazib qo'ymasligi mumkin edi. Lekin uni uddaladi-da. Uddaladi. Baribirga ham Katanetsga ham rahmat deyish kerak, Kapadzega ham rahmat deyish kerak. Chunki Kapadze juda katta bosim ostida, oxirgi turlarda juda qiyin bo'ldi-ku, unga ham qiyin bo'lgan. O'shaning uchun ikkalaligini ham mehnati bor. Sanjar aka, siz Katanetsda o'yin uslubi sizga yoqmasligini yashirib o'tirmagansiz. Balki bu hujumkor futbolchi bo'lganingiz uchundir. Lekin himoyaviy o'yin bilan ham natijaga erishilsa, buni nimasi yomon? Masalan, Fransiya ham 2018da juda ham ochiq o'yin o'ynab yubormagandi. Juda ko'plab o'yinlarda pragmatik o'ynab jahon chempioni bo'ldi. 2010da Ispaniya ham deyarli mana shunday qo'lga kiritgan jahon chempionatini. Nima deb o'ylaysiz, agar o'zini oqlasa, himoyaviy o'yinni nimasi yomon? Bu yomon tarafi yo'q. Agar siz O'zbekiston jahon chempionati chiqmaganda o'z Katanetsga aytardingiz-da, yoqmadi. Katanets bilan Kapadze olib chiqishdi. Shuning uchun siz hozir anaqa olasiz.
Men o'shanda ham aytganman, men nimaga yoqmaydi deganman. Birinchi sabab bu bizda juda ko'p talantli futbolistlar bor, atakuющий. Zashitamiz ham yaxshi. O'sha payt Katanista paytida o'sha futbolistlar qaysidir futbolistlar o'zini ko'rsata olmagan 100%, chunki obrona qilish kerak edi. O'shaning uchun aytganman. Ikkinchisi biz ham muxlislarimiz. Birinchi bo'lib biz muxlislar uchun o'ynaymiz. O'shanga o'zinglar ham eshitgansizlar, ko'rgansizlar, shu muxlislar ham bu futboldan. Men o'shanda aytganman, esingizda bo'lsa, agar ko'rgan bo'lsangiz, rezultat qilsa, bu значит to'g'ri. Любой trener qanaqa taktika olgan, balki atakuющий, balki защита, balki 10 ta odam 16-chiga kirib chempion bo'lsa, bu degani to'g'ri qilyapti deganda, oxiri bargan rezultatga borib taqaladi. O'shaning uchun hozir kim qaysi treneri yomon taktikada bo'lmaydi. Bu meni mening ham endi bizani mentalitetdan kelib chiqib, o'shanda o'sha gapni aytdim-da. Hujumkor futbolchilar deganingizga Cannavaroni so'nggi 26 talik listidan ikkita munosib deb atalayotgan, ko'pchilik tomonidan atalayotgan futbolchilarimiz tushib qoldi. Bu Hojimat Erkinov va Aziz Turg'unboyev. U ham men uchun ozgincha anaqa bo'ldi. Hayron bo'lib qoldim. Nimaga desa, ular ham сборный уровеньda futbolistlar. Hojimat ham, Aziz ham. O'shanga bu yerda endi trener vыборida. Biz trener vыборga aralasha olmaymiz. Trener futbolni qanaqa ko'rishi, bu biz qanaqa ko'rishimiz har xil. O'shaning uchun значит trener shunaqa xohladi. Ishontira olmadim men ularda dedi Cannavaroni. Balki ishontira olmagandir, balki qanaqadir anaqalar to'g'ri kelmagandir ikkita o'yinchini. Lekin сборныйni o'yinchilari ular. Munosib. Munosib. Qanday natija kutyapsiz mundialdan? Natija yaxshi ishtirok etib, endi xohlardi gruppadan chiqishi bolalarni. O'shanga gruppadan chiqish endi bargan sel qo'yish kerak-ku. Bu degan borib, endi bolalarda ham shunaqa seli bor, shu o'zini 100% ko'rsatish, chunki biz ham o'sha perioddan o'tganmiz. Kutish, faqat yaxshi natijalarni kutish. 4 oy oldin ko'pchilik taxmin qildi, hech bo'lmaganda ehtimoliy 4 ochko cho'ntagimizda deb Portugaliyani hisobga olishmadi. Kolumbiya bilan agar durang o'ynasak, 3-jamoani yutishimiz mumkin. Demak, 4 ochko maksimum yoki minimum cho'ntagimizda degan narsalar bordi, lekin oxiri ko'rdik. Kongoni tarkibi ham juda kuchli, APLda o'ynaydi ko'plab futbolchilari. Kolumbiyada hatto bitta o'yinchi, ya'ni Luis Diaz masalan hal qilishi mumkin istalgan payt. Portugaliyada endi ortiqcha ta'rif berishga hojat yo'q. Dunyo miqyosida, terma jamoalar miqyosida unaqa kuchli markaz yo'q hozir. Siz qaysi jamoalardan ochko olishimizni taxmin qilyapsiz? Men sensatsiya qilishimizni xohlayman. Sensatsiya qilib gruppadan chiqishi. O'zingiz aytib o'tdingiz, shu hammasi realni qarasangiz qiyin, juda qiyin, juda qiyin. Futbolda bilasiz, sensatsiyalar ko'p bo'ladi. Shu biz yaxshi ishtirok etib, jahon chempionatini yorug' yuzi bilan tark etish nasib qilsin, o'sha bizga, o'sha futbolistlarga, muxlislarga hammamiz yaxshi o'yin ko'rsatib. Shunda bosib tashlashmi yoki ehtiyotkorlikmi? Portugaliya bilan Kolumbiyaga qarshi o'yinda qanday harakat qilgan ma'qul deb o'ylaysiz? Endi ularni urovini futbolistlarniki o'sha juda kuchli. APLda hamma yerda o'ynashadi. Endi men o'ylashimcha atabarona o'ynash kerak. Endi buni Cannavaroni mendan ham zo'r bo'ladi. Bu mening mening. Sanjar aka, siz hujumkor yarim himoyachisiz. Hozirgi paytda yangi avlodda milliy terma jamoada o'rningizni kim bosa olyapti deb o'ylaysiz? Kimni tan olasiz o'z pozitsiyangiz bo'yicha? Endi hozir payt bilan biz o'ynagan paytda futbol tempi ham, umuman futbolga qarash boshqacha bo'lgan. Endi juda ko'p futbolistlar, mana qanot futbolistlari ham, hozir yaxshi sostavimiz yaxshi. O'shanga kimdir o'rnini bosmaslikni uni aniq qila olmayman. Faqat shu biza
faqat balet qilib переживать qilamiz O'zbekiston uchun. Sanjar aka, ba'zi blitz savollarimiz bor edi. Xalqaro maydonda sizni versiyangiz bo'yicha kuchli 11 talik. Orzungizdagi jamoa xalqaro maydonda. Eslaganlarimni qilishimiz mumkin, lekin darvozaga Kasilis, ikkita markaziy himoyachi. Cannavaro, Maldini yoqardi oldinasi. Maldini markazga qo'ysa ham bo'ladi. Chap tarafga qo'ysam, Marcelo bor, on chapda. Unda Maykon bor. Men eslaganlarimda. Markazga 3 ta yoki 4 ta tanlaysiz? 4 ta bo'ldi-yu. Zidane, Messi, Ronaldo. Yana bitta Ronaldo. Bastik. Iniesta, Xavi. Juda ko'p. Juda ko'p. Mana уже sostav etib qo'ydim. Hali juda ko'p, no Shu jamoaga murabbiy Guardiola bo'lsa kerak. Endi o'zbek futbolidagi eng kuchlilarini aniqlaymiz sizni versiyangiz bo'yicha. O'ng oyoq. Endi o'ng oyoq desa hozirgi paytda aytmoqchisiz-da. Farqi yo'q yoki Ha, hozirgi paytda aytaylik. hozir. Ha. Eslamani ko'rib turamiz. O'ng oyoq. Hozir kapitan Shomurodov bo'lsa kerak. Chap oyoq. Turg'unboyev bor, yana kim bor bizda? Jasur ham bor. Ha, Jaloliddinov ham yaxshi, talant. Jasur ham yaxshi. Bosh bilan. Turg'unboyev yaxshi o'ynaydi, chunki bo'yi kichkina bo'lsa, anaqa pastroq bo'lsa ham, lekin menga yoqadi o'ynashlari. IQ. Jamshid aka Iskandarovdan boshqa variant ham bormi? IQ da. Iskandar. Fayzulloh, Abbos. Rahmat Sanjar aka taklifimizga yo'q demay, intervyuga tashrif buyurganingiz uchun. Sog' bo'linglar sizlar ham. Rahmat taklif uchun. Futbolimizni yoritib boringlar. Yaxshi tomonlama.